Biz juda ham bir ajoyib xursandchilik oldida turibmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, biz juda ham bir ajoyib xursandchilik oldida turibmiz. Orqamizdagi bu texnik vositalardan o'zingiz bilgan bo'lsangiz kerak, suv qazish ishlari olib borilyapti, quduq qazyapmiz. Bundan oldin juda ko'p yurtdoshlarimizga shu haqda gapirganda ishonmagandilar. Qanaqasiga O'zbekistonda shunaqa suv yo'q joylar bormi, quduqqa ehtiyoj bormi deyishgan edi. Aytsam ishonishmasdi. Ana endi qilib ko'rsatamiz biz. Juda ko'p bizni kuzatadigan saxovatpesha insonlar mana shu sadaqa joriyani bu yo'nalishini, ya'ni shu quduq qazish yo'nalishini Afrikada qilishni juda ham istashardi. Ko'p bizga shunaqa murojaatlar bo'lgan. Afrikada quduq ham qazib berasizlarmi, sarmoyasini bersak deyishganda aytardimki, o'zimizda ham bunday hududlar, mana shunday oddiy ichimlik suviga ehtiyoji bor hududlar juda ko'p deganda ishonishmasdi. Mana yaqqol misol hozir birinchisi bu inshaalloh O'zbekiston hududida qaziyotgan birinchi qudug'imizni sizga ko'rsatyapmiz. Biz hozir Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidamiz azizlar. Mundiyon mahallasidamiz. Atrofda hozir 70 mingdan ziyod aholi yashaydi. 26 tadan oshiq mahalla oddiy ichimlik suviga ehtiyoji bor. Bu yerda hattoki yuvinsangiz ham ustingizda shu tuz bo'lib qoladi, qum bo'lib qoladi. Shu darajada yaroqsiz bo'ldagi suvlar. Endi tasavvur qiling, mana shu yerda mana hozir ko'rsatamiz, 2000 dan ziyod o'quvchi o'qigan maktab bo'tdi. Mana bu yerda ham 400 dan oshiq o'quvchi o'qigan maktab, masjid, uni orqasida bog'cha, atrofda mana ko'ryapsiz, go'yoki obod bitta maskandamiz, go'yoki obod, lekin shu yerda shu sivilizatsiya rivojlangan 21-asrda o'zimizni yurtimizda, o'zimizni O'zbekistonimizda, shundoqqina yonimizda odamlar oddiy ichimlik suvdan mosuvo. Shuning uchun savobni o'zga yurtlardan, uzoqlardan emas, shuni oldingizdan izlang. Avvalambor biz yonimizdan so'ralamiz. Oldimizdagilardan so'ralamiz. Qo'ni qo'shnilarimizdan, yurtdoshlarimizdan, qarindosh urug'larimizdan so'ralamiz azizlar. Va bunday joylar juda ko'p. Oddiy misol mana shu Kattaqo'rg'on tumanining o'zida kamida yana 100 ta quduqqa ehtiyoj bor. Kamida. Ana shuning uchun biz sizga hozir murojaat qilayotganimiz bu imkoniyatlar ham g'animat. Qo'lingizdagi sarmoya bilan jannatni yutib olish, sadaqa joriy qilib qo'yish imkoniyati bo'lganda bundan unumli foydalanib qoling. Bahrom aka, hozir biz qanchadan beri shuni qazyapmiz? Shu ishda qanchadan beri bo'lyapti? Bir oyga yaqin vaqt ketdi. Albatta bu oson bo'lmadi. Joyni tanlash, aholi ko'p joyda tanlash va aholi uchun qulay. Ya'ni bu tomondan bu yo'l, mahallalarga keladigan yo'llar. Yuring, qani ko'rsataylik. Men nima ish bo'lganini men sizlarga ko'rsataman azizlar, qiziqarliroq bo'lishligi uchun. Bir oydan beri mana shu yerda bu ishlar amalga oshirilgan. Biz shunchaki Afrikaga o'xshab quduq qazib qo'ydik, suv otib chiqdi, hamma xursand, parsaga chaldi, shu bilan ketdi. Bir haftadan keyin quduq yo'q, unaqa ish qilmaymiz. Biz mustahkam, poydevorli, bemalol hamma kelib ichishiga sharoiti bo'ladigan, qulay, zamonaviy quduq qazishni niyat qilganmiz. Quduqning tepasiga kelamiz. Xullas, bu zina bo'lib pastga tushadi. Mana bu bizning podvalimiz. Podvalda bu texnika joylashtiriladi. O'sha filtratsiya, nasos, keyin suvni o'sha haroratini ushlab turish va qishda u muzlab qolmasligi kerak. Tok bilan ta'minlashni ham qilamiz, xudo xolasa. Tepasida keyin ayvon bo'lib, ya'ni ruschasi besetka, o'shanda kranlar qo'yiladi. Bir 20 tacha kran, undan toza, xuddi gidrolife kabi suv chiqadi. Odamlar bemalol hammasi olib ketaveradi. Bu tekin. Mana bu tomonga qarang, katta mahalla. Bu tomonga ketgan, bu tomonga ketgan va mana bu to'xtash joylar qilamiz. Mashina bilan to'xtadigan, xohlasa velosipedda olib ketadi, xohlasa piyoda olib ketadi. Endi bu to'g'ri aytish mumkin, 5 metrdan ham suv chiqadi, 3 metrdan ham chiqaversin u suv, lekin u suvning sifati yo'q-ku. Yo'q-ku. U faqat kasal qiladi. U suvni yuvinsangiz hidi kelib qoladi. Ichsangiz ichib bo'lmaydi, ovqat bir oydan shu yerda yashayapsiz, o'z ko'zim bilan ko'rdim, ko'zim bilan. Hattoki suvga cho'milib ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sifati ancha past. Mana ko'ryapsiz. Bu yerdan tushiladi. Ana ichkarida qarang, chiroyli sharoitlar qilinyapti. Endi xudo xolisa 130 metrdan chiqsa kerak. 130 metr uramiz biz. 130 metrdan agar suv chiqadigan bo'lsa, yana qanchalik ishimiz bor? Yana undan keyin biz shu 130 metrdagi suvni laboratoriya qilib, uni sifatini qanchalik darajada yaxshilashni biladigan bo'lsak, yoki Koreyanikini yoki Xitoynikini katta filtratsiyasini qo'yamiz uni. Va bu oson emas. 380 voltda ishlaydi, katta tokda ishlaydi. Yana endi uzog'i bilan xudo xolisa 1 oylik ishimiz bor inshaalloh. Ana ko'ryapsizmi azizlar, bu oson ish emas-da. Bo'lmadi degan 2-3 oylik mashaqqatli mehnat talab qiladi va qun talab qiladi, mehr talab qiladi. Shunchaki qazib chiqarib ketdi emas, yo'q.
bu keyinchalik ham ishlasin, odamlarga haqiqatdan xizmat qilsin, qulay bo'lsin u. Chunki qarang, ozmuncha aholi bormi atrofda va 70 mingta aholiga bitta qudun bir tasavvur qilib ko'ring. Hamma kelib shu hozir navbat talashib turishi qanchalik uyat bizga. 100 tadan oshiq Samarqand viloyat mana Kattaqo'rg'onning o'zida ehtiyoj bor deyilyapti. Va bu hozirda taxminan o'zimizning hisob-kitoblariga ko'ra 500 millionga aylanyapti bizga. 40 ming dollar taxminan. Zakotingizni haqiqiy mana shu joyi men nazarimda sadaqa joriy izlab yurasiz-ku azizlar. Biz hozir o'zimizni o'sha yo'llarni ta'mirlash yo'nalishimiz bor. Klik, Paynet, Payme kirsangiz shu 12 ta yo'nalishimiz orasida yo'llarni ta'mirlash yo'nalishimiz bor. Shuni biz quduq qazish va yo'llarni ta'mirlash deb o'zgartirib qo'yamiz. Hozir ham kirsangiz yo'llarni ta'mirlash bo'lsa, ehson qilavering. Uni yaqinda nomini o'zgartirib qo'yamiz. Mana shu ikkita yo'nalishni birlashtiramiz. Chunki bu juda muhim masala azizlar. Xuddiki sizni, meni farzandlarim to'yib chanqagan paytda qanaqangi suv ichayotgan bo'lsa, mana shu yerdagi bolalar ham pul yo'qligidan shu zaharli suvni ichib katta bo'lyapti. Mana gap nimada? Mana qayerdan kasalliklar, tuzalmas kasalliklar kelib chiqyapti bolalarning orasida. Saraton kasalliklari, oshqozon ichak sistemasida, nafas olishda. Endi suv va havo eng zarur narsa bo'lgandan keyin havo zaharli bo'lsa, suv zaharli bo'lsa, albatta kasal bo'ladi-da. Albatta kasal bo'ladi. Tushunyapsizmi? Biz muammolarni tizimli ravishda hal qilishga bel bog'laganmiz. Va bu qilayotgan ishlarimiz dunyoda ham, oxiratda ham bizning vazifamiz. Dunyoda ham, oxiratda ham bizga yutuq olib keladi, manfaat, saodat olib keladi. Allohning ham roziligini topasiz, xalqni ham rozi qilasiz. Qarang, sadaqa joriy go'zal. Afrikaga borib nima qilasiz? Mana o'zimizda shuncha imkoniyat. Endi hozir bahonalarga o'rin qolgani yo'q azizlar. Ehson qiling, zakotlaringizni olib keling, yonimizga qo'shiling. Chunki qiladigan ishlarimiz ko'p. Biz birlashsak ishlarimizda barokat bo'ladi. Tezroq natijasini ko'ramiz, obod bo'ladi, insonlar tuzaladi va Allohning rahmati bizga yog'adi. Biz sizlarga azizlar inshaalloh tez kunlarda bu natijasini ko'rsatamiz. Yaxshi suvlarimiz chiqqanda, bu yerda xalq maza qilib bundan qonib ichayotganda, duo qilayotganlarida buni ko'rasiz. Xuddiki o'sha Afrikadagi birodarlarimizni ko'zlaridan yoshlar tomib, shali suvlar cho'milayotgan videolarni ko'rganmiz. Shunga o'xshab o'zimizni yurtdoshlarimiz maza qilayotganini ko'rasiz. Bizni imkoniyatlarimiz chetlarga chiqib ketmasin. Bizni imkoniyatlarimiz o'zimizda qolsin. Nima qilasiz birovlarni qo'l? Birinchi o'zimizni to'ydiraylik. Birinchi o'zimiz muammolarimizni hal qilaylik. Shu muammolarning yechimi sizning qo'lingizda azizlar. Alloh berib qo'ygan. Kelinglar, imkoniyat borida to tirik ekanmiz, to nafas olib turibmiz. Allohning oldiga yorug' yuz bilan borishlik uchun, jannatlarimizga hozirlik ko'rish uchun va albatta biz ketgandan keyin ham savoblarimiz bizga borishligi uchun mana shunaqangi amallar atrofida birlashaylik. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Haligi aytganimdek, bizni hozir alohida karta raqamlarimizni hozir ko'rasiz. Bu karta raqamlari aynan quduq qazish uchun ochilgan azizlar. Bu karta raqamlariga va o'sha Payme, Klik, Paynetdan suv qazib chiqarish, quduq qazib chiqarish va yo'llarni ta'mirlash yo'nalishiga ehson qiling. Ko'ryapsiz, biz sizga hozir taxminan raqamlarni aytdik, lekin Samarqandni Kattaqo'rg'ondan tashqari butun respublikada, hattoki Toshkent viloyatida ham quduq qazishga ehtiyojlar bor. Ishonasizmi? Hattoki Toshkent viloyatida ham bor. Mana qancha muammo turibdi. Shularni kim yechadi? O'zimizda. Chunki o'zimiz qaror ko'zlarimiz, o'zimiz vatandoshlarimiz, o'zimiz azizlarimiz, xalqimiz, millatimiz haqida gap ketyapti. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Bu videomiz inshaalloh Ramazon kunlari sizning e'tiboringizga havola etiladi. Ramazon bilasiz, har bitta qilingan yaxshi amalni 700 va undan ziyod ajrlar bilan mukofotlanadigan lahzalar. Bundan unumli foydalanib qoling. Bering shuni. Olib keling, bizga aloqaga chiqing, biz o'zimiz ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa, rahmatli ota-onalaringiz nomlaridan quduqlar qazdiring. Mana shunaqangi niyati yo'llar men nazarimda bo'lmasa kerak, hammamiz mana ota-onam nomlaridan hajlar, umralar qilishni, masjidlar qurishni, quduqlar qazishni niyat qilaman. Sizda ham shunday niyat bor azizlar va buni amalga oshirish hozir fursati keldi. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Biling azizlar, birgalikda biz katta kuchmiz. Muhtaram aka-ukalar, qavm qarindoshlar, azalda xalqimizda, ulug'larimizda gap borki, suv bergan savob deydilar. Haliki o'zingni chelagingdan boshqa bir chelakka suv quyib berganlar sadaqa degan ekanlar. Mana shu yerda suv chiqarmoqchi bo'lgan kishilarimizni Xudoy taolo umrlarini uzoq qilsin. Mana shu yerda xizmat qiladigan kelajakdagi aka-ukalarimizga Xudoy taolo kuch-quvvat berib, xalqimizni, elimizni, yurtimizni oldida, qolaversa Xudoy taoloni oldida yuzlari yorug' bo'lib hayot kechirmoqni va farzand zurriyotlarini baxt saodatini ko'rib hayot kechirmoqni nasib ro'zi qilsin deb duolar qilamiz. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz
katta kuchimiz.